Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aka-ukalar, xudo xolasa yana bir yangi obyektimizga kelib oldik. Tomga penalonboz qo'yish xizmati. Hozirgi bu obyektimiz Farg'onada bo'ldi. Bu ko'rib turgan zanalarni molxona qilishgan ekan. 300 kvadrat joyimiz bor. Bu joyimizga ham 10 sm qilib qo'yib beradigan bo'ldik. Hozir mana bu joyimizga qo'yib bo'lganimizdan so'ng ertasidan tom ustalari kelib bemalol ishlarini qilib tomni yopishaveradi. Videoda oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Video davomida barcha ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Mana bu tom qismimizni ham pastdan olib qo'ydik. Mana vassali shilipkalar qoqilgan, tayyor holatda. Hozir bir qator mana material yozishni boshlab oldik, ishimizni boshlab oldik. Xudo xolasa mana ko'rib turibsizlar, materiallar yozib bir qator yetib, steplelab kerakli joylarda mahkamlab oqmaydigan qilib tayyorlab oldik. Quyishga tayyor holatda bir tomonimiz. Bu tarafimiz o'zi 150 kvadrat chiqadi. Shu kulolligini hisobiga aytib o'tganimiz 1-2 sm plus minusda qo'yamiz. Quyishdan boshlab oldik mana do'stlar. Ko'rib turganlaringiz bu penalonbozni tarkibida gips bo'ladi, sement bo'ladi, bu penasi bo'ladi. Shularning aralashmasi bir boshdan quyib borilaveradi. O'zi suyuqligini hisobiga past-balandga oqib kelaveradi bemalol. Mana bir tomonimizni qo'ldan chiqarib oldik. 150 kvadrat joyimiz tayyor, xudo xolasa. Yaxshi, zo'r holatda chiqdi. Mana o'zlaringiz ham ko'rib, baho beraverasizlar. Bir boshdan chiroyli holatda qilib qo'yib bitirib oldik. Mana do'stlar, ko'rib turganlaringiz bu penalonbozni shunaqa molxonalar ustiga ham qo'ysak bo'laveradi. O't bosadigan joylarga ham qo'yib beramiz. Bemalol ustida yurib, presslarni bosib, boshqa qilib yursa bo'laveradi. Yorilmaydi, chizilmaydi. Bu penalonboz loy suvoqdan afzalliklari juda ko'p. Masalan, birinchi o'rinda vazni yengil bo'ladi. Shunday strapelli to'siqlar yuqoriroq tashlangan joylarga ham 10 sm qilib qo'ysa bemalol ko'taraveradi. Vazni bilinmaydi. Ikkinchidan yorilib ketmaydi. Izolyatsiyani 100% darajada ushlab beradi. Hasharotni ham o'ziga yaqinlashtirmaydi. Sichqon kalamushlar ko'ylab olmaydi. Chunki tarkibini aytib o'tdik, gips, sement penasi bo'ladi. Shularning aralashmasi bir boshdan quyib borilaveradi. Do'stlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda ko'rib turgan nomerlarga telefon qilaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Qolgan barcha ma'lumotlarni ushbu ekrandagi nomerlarga telefon qilib bemalol so'rab bilaverasizlar. Videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun rahmat barchaga. Ushbu sahifamizga obuna bo'lsalaringiz yanada yangi obyektlarni qo'yib boramiz. Layklar bosib, poddeshkada bo'lib turasizlar.